Mana ko'rib turibsizlar aziz yurtdoshlar, posadkamiz avjida, primoy reyslarimiz Abu Saxiy avtovokzalida aziz yurtdoshlar ekranda. Voy labbi. Mana kelinglar akalar mana shu yerga. Mana kelinglar akalar. Mana ko'rib turibsizlar aziz yurtdoshlar, primoy reyslarimiz Toshkent Rossiya bo'yicha Abu Saxiy avtovokzalida amalga oshdi. Mana shu. Mana ko'rib turibsizlar, bemalol ketmoqchi. Mana yerga qo'yib turavering aka, hozir уже bagajlarini ochib. Assalomu alaykum. Qayerdansiz aka? Qashqadaryoliklarga salom aytib qo'yasizmi? Mana bor ekanmi shu davlat reysiy avtobuslari? Qayerdan amalga oshirilyapti aka? Abu Saxiy avtovokzalidan. Mana aldov bo'lmadimi? Keldingiz mana kassalarimizga to'lovingizni qilib, primoy mana avtobus o'z jarayoniga da aziz yurtdoshlar. Qolganlarga ham tavsiya qilasizmi Qashqadaryoliklarga? Yaxshi etim. Mana bor narsa-yu, to'g'rimi? Haqiqat, bro, aldamagan. Mana bo'ldi, akalarimiz ham kelyapti mana. Assalomu alaykum aka. Yaxshimi hammasi? Charchamasdan yaxshi kelyapsizmi? Qayerdansiz aka? Assalomu alaykum. Jizzaxliklarga salom aytib qo'yasizmi? Mana qolgan jizzaxliklarga ham mana shu tavsiya qilasizlarmi? Shu davlat qonuniy reysiy avtobuslari Abu Saxiy avtovokzalida amalga oshirilyapti. Hech qanday aldov bo'lmadimi aka? Hammasi yaxshimi? Yaxshi yetib olinglar aka, safaringlar bexatar bo'lsin. Xo'p, sog' bo'linglar aka. Sizlar bilan Sarvarbek Yakubov, manzil Abu Saxiy avtovokzal, ekranga ishonchli raqamlar qoldiraman. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.